Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bezovta qilmadimmi? Umidjon aka siz bo'lasizmi? Men bo'laman. Umidjon aka, ayni damda qadrligimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim boshlovchi Seving Sidiqova bo'laman. Tavallud ayyom muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling, umringiz uzoq, yaqinlar baxtiga bor bo'ling. Bugun mana shu kun munosabati bilan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, qadrlovchi insonlar nomidan siz uchun maxsus tabrik so'zi yo'llashgan. Kimdan deb o'ylaysiz? Tabrikni kim yo'llayapti ekan sizga? Endi bir ikki kishidan keldi, bilmadim bo'lsin kim jo'natgan. Ularni ham topolmadim, buni ham topolmasam kerak. Balki toparsiz. Bir taxmin qilib ko'ring, yurakka eng yaqin insoningiz tabriklayaptilar sizni. Hammasi taxmin aytib topolmadim. Bir taxmin qilib ko'ring-chi. O'yladimmi? Albatta. Mayli, sizni o'zim o'qib eshitiraman, sizni qiynamasdan. Bugun mana shu quvonchli kunda barcha yaqinlar nomidan farzandlaringiz Avazjon, Mohnur, Anisa nomlaridan asosiy tabriklovchi mehribon umr yo'ldoshingiz Dilrabo opa bo'ladilar. Baxtlariga salomat bo'ling. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Umr yo'ldoshingiz bugun mana shu quvonchli kunda sizni tabriklayaptilar. Agar mayli desangiz, dil izhorlarini o'qib eshittirsam. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, mening mehribon umr yo'ldoshim. Hayot yo'llarimdagi hamrohim, orzularim ro'yobi. Hayotim mazmuni, mening qalbim, yuragim egasi. Bu dunyoda suyanchig'im, tayanchig'im. Bugungi shukrona kuningiz tavallud ayyom munosabati bilan sizni chin dilimdan muborakbod etaman. Yaxshiyamki hayotimda borsiz. Yaxshiyamki meni umr yo'ldoshimsiz. Farzandlar baxtiga, meni baxtimga omon bo'ling. O'ylagan barcha orzu-istaklaringizga erishing. Allohim doimo umringizni ziyoda qilsin. Baxtimizga sizni bor qilsin. Ko'ksingizga qo'ysam boshimni, oqizmasdan ko'zdan yoshimni, izzat qilib sabr doshimni, menga nomus or bo'ling begim, baxtimga siz bor bo'ling begim. Sarson qilmay taqdir qo'lida, gulshanida, sahro cho'lida, chorlab doim haqning yo'lida, menga nomus or bo'ling begim, baxtimga siz bor bo'ling begim degan o'zlarini samimiy dil izhorlarini umr yo'ldoshingiz yakunlaganlar. Baxtlariga bor bo'ling. Rahmat. Sizlar ham sog'-salomat yuringlar. Rahmat. Yuzingizda hamisha tabassum bo'lsin. Umr yo'ldoshingiz bilan baxtingizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Sog' bo'ling, ayyomni yaxshi kayfiyatda o'tkazing. Rahmat. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.